Xo'p, shularni qilib olsam ham bo'ladi. Keyin esa yotib uxlayman. Ha, bularni qo'yib, bularni esa olib yana boshqatdan qo'yamiz. Kapot, kapot. Qalaysan, kapot, yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Jitel, nima qilyapsan bu yerda? Senga men fan soat 5gacha qilishni aytgan edi-ku. Nega sen bu yerda qilib o'tiribsan? Endi farqi yo'q endi, lekin judayam uyqum kelyapti. Iloji yo'q, axir kechki payt ishlarimni qilmaganman-ku. Ha, undan ko'ra sen yotib uxla, keyinchalik qilaverasan. To'g'ri aytasan, hozir uxlab olsam ham bo'lar edi. Lekin ishlarim-chi, nima qilaman bo'lmasam? Yo'q, ishlaringdan xavotir olma. Avval uxlab ol, keyin esa ishlaringni davom ettiraverasan. Yaxshi. Rostdan ham keyinchalik ishlarimni bajaraveraman. Judayam uyqum kelayotgan edi. Ko'zlarimni qaranglar, ishib ketibdi. Hop, endi esa uyimga kirib, biroz, nima desam bo'ladi? Yo, uxlasammikin? Narsalarimni avval joyimga qo'yaman. Kechagi o'yin lekin judayam zo'r ketuvdi. Qanaqa o'yin? O'yinga chalg'imaylik. Avval yotib uxlash kerak. O'ynasammikin? Yo'q, kechki payt o'ynading, shu yetadi. Kompot, o'zingdan ketma. Nima qilsam bo'ladi? Xo'p, avval uxlab olsammikin? Uxlayverarchi. Bir gap bo'lar. Mana kapot ham uxlab bo'ldi. Endi esa bu yerdan ketish kerak. O, Kompot uxlabdi-ku, endi xohlagan ishimni qilaveraman. Ha ha ha. Menga hatto Kompot ham to'sqinlik qilolmaydi. Birinchi qayerdan boshlasamikin? Rostdan ham Kompot uxlabdi. He he he. Kompot uxlagandan so'ng endi ishlarimni bajaraveraman. Hop, nimadan boshlasam bo'ladi? Birinchi bo'lib shu yerdan boshlayman. Judayam yaxshi. Yo'q-ma-yo'q, Kompot kelyapti-ku, Kompot. Nimani tovushi eshitildi? Yo'ma-yo, endi maza qilib uxlayotgan edim. Qandaydir qo'rqinchli tush ko'rdim. Muzdoqqina suv ichib olsammikin bu yerdan? Idishimni olib biroz suv ichib olaman. Maza. Muzdoqqina suv, maza. Ko'zlarim hatto toliqib ham ketibdi. Endi nima qilaman? Tezroq keta qolay. Bir amallab shu Kompotdan qutulib olishim kerak. Nima qilsam ekan? To'xtanglar, menda axir bir narsa bor edi. Ha ha ha. Axir men Ged Rastman. Meni hatto hech narsa to'xtata olmaydi. He he he. Nima edi? Qayerda? Bo'ldi. Menda zo'r g'oya bor. Balkim bundan foydalansamchi. Qaysi edi? Mana bu. Mana shu narsa. Vau, shundan foydalanib hamma qishloqlarni o'zimga bo'ysundirib olaman. He he. Keyinchalik ular Kompotni yo'q qilishadi. Oy, qishloqlar, qaranglar, menda zo'r narsa bor. Hammangiz qarang. He he ha ha ha. Hop, qishloqlar, hammangiz saflanib, Kompotni uyini olib ketasizlar. Tushunarlimi, qishloqlar? Ha, yaxshi. Unda tezroq ular uni uyiga borib, uyini ko'tarib, olib uzoq tomonlarga olib borib ketinglar. Shunda yaxshi bo'ladi. He he. Tezroq bo'linglar, iltimos. Men sizlarni kutyapman. Axir men sizlarni bo'ysundirib olganman-ku. He he. Tushunarlimi? Hammangiz meni gapimni eshitgan bo'lsangiz, tezroq ishlaringizni qiling, bolalar. He, to'xtanglar. Yana bitta buyruq. Keyinchalik Kompotni olib ketganingizdan so'ng qanaqadir joyga qo'yib qo'ying. U yerdan hech kim uni topa olmasin va qayerdan bo'lsa ham bilmasin. Tushunarlimi, qishloqlar? Unday bo'lsa yaxshi. Nima desam bo'ladi? Judayam gaplarim ko'payib ketdi. Uzr, lekin menga farqi yo'q. Yana bir bor. Ha ha ha. Xayr, bolalar. Tushunarlimi? Yo'q, qanaqadir ushbu. Mayli, men uxlayveraman. Buyrug'i bajariladi. Kapot, sen bu yerdan ketasan. Kapot, sen bu yerdan ketasan. Kapot, sen bu yerdan ketasan.
yangi tongni qarshilaganimdan xursandman. Mayo, nima qilsam bo'ladi? O'yinni boshlasammikan? Yo'q, o'yinga chalg'imaylik. O'zi qanaqa tovushlar eshitilyapti ko'chadan? Yo-mayo, yo, men qayerdaman? Yo-mayo, bola, men qayerdaman? Men qayerdaman? Yo-mayo, bu yer qayer? Yo, bu yer balkim xavflidir yoki xavfli emasmi? Yo-mayo, qanaqa joy bu? Rostdan qanaqa joy? Bulutlar hamma yo-mayo. Bu yer qayer, do'stlar? Yo. Qo'rqib ketdim. Вообще balanddan tushib ketdim. Sal qolganda o'lardimi? Toshlar bu yerda. Bu yerda qanaqadir ko'k rangli gullar, osmon, bulut, tog'lar. Endi men nima qilaman bu yerda? Tekin kompyuterda o'tiramanmi? Yo'q, bunday qilishim mumkin emas. Yo'q, endi nima qilaman bu yerda? Xo'p, endi qanday ketaman bu yerdan? O'zimning qishlog'imni topishim kerak-ku. Hattoki aloqa ham ishlamayapti, do'stlar. Yo-mayo. Endi nima bo'ladi? Endi nima qilaman endi? Afsus. Yo-mayo, hech kim javob bermayapti. Endi nima qilaman, do'stlar? Yo-mayo. Endi nima qilaman? Bu yerda qolib keta olmayman. Uyim o'zi qayerdan keldi? Menimcha o'zi Geyrt qilgan bu ishni. Aniq o'tgan safar uni haydab yuborganimda ham ketmagan edi. Yo, mayli, endi esa va nihoyat qishlog'imga qaytdim. Shoshmang, bu yerda Geyrt nima qilyapti? Qishloqlarni hammasini sekinroq borishim kerak bu yerga. Yo-mayo, qishloqlarni qanday ahvolga soldi bu Geyt? Qo'ldagi narsa nima? Yo-mayo, bolalar, nima bo'ldi? Sizlar hammangiz bu kompotni yo'q qilganingizdan tabriklayman, chunki bu kompot menga umuman yoqmas edi. Ishqilib rostdan olib bordinglarmi? Ha, yaxshi. Yo-mayo, nima deyapti bu? Meni yomon ko'rardi-da bu ablah. O'tgan safar ham ha, endi o'zingni bo'ysundirib qo'yaman. Tushundingmi? Bu yerga qaytib kelma va qorangni umuman shu qishloqda ko'rmay, tushunarlimi? Ha, to'g'ri, lekin sen Qishloqlar, hammangizni sog' salomat ko'rganimdan judayam xursandman. Do'stlar, hammangiz do'stimsiz.